Bizdan ko'pchilik keramikamizni effektini ko'rsatinglar deb so'raydi. Effektini ko'raylik deydi. Qaranglar, mana bitta bleskini ko'ringlar mashinani. Bu mashinamizga keramikalarni surib tayyor qilib qo'yganmiz. Keramikalar qurigan holatda bitta mana karcher yordamida oddiy ishlangan napori bilan chiqarib beradi suvni. Effektini bitta ko'rib baho berasizlar. Ko'rasizlar? Suv tushib ketishini, suvni qotishini ko'ryapsizlarmi pastga? Ketdi mana shunaqa darajada dona-dona bo'lib oqadi. Hech qanaqa suv turmaydi. Qaranglar mana oqib tushishini. Mana shu keramikaning effekti bo'ladi mana shu. Haqiqiy zo'r keramikaning effekti shunaqa bo'ladi. Oqishini qaranglar buni. Voy, mazza beradi, mazza kayf beradigan joyi shu yer bo'ladi, qaranglar. Nima keramika ishlatdinglar desanglar, Fireball Butterfly keramikasini ishlatdik. Hozirda eng ommabop bo'layotgan eng qattiq keramika va gidrofob xususiyati shunaqa bleski bilan. Shu keramikadan surib berganmiz mashinamizga, ishimizga inshaalloh garantiyalarni beramiz. Bitta bleskini e'tibor berib qo'yasizlar. Ishimizga like bosasizlar, bemalol shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.